Bemor 10 dan 10 flebolog-proktolog versiyasi. Bemor turli shifokorlarda davolanadi. 10 dan 0. Boshqa mutaxassis fikrini bilish kerak, lekin davolanishni bitta shifokorda tanlash kerak. Bemor qabulga 15 daqiqa qolganda yozuvni bekor qiladi. 10 dan 0. Shifokorning vaqtini va qabulga yozilgan boshqa bemorlarning vaqtini hurmat qilish kerak. Bemor sizning Instagramingizga obuna emas. 10 dan 6. Bu har kimning shaxsiy ishi. Instagramda men hayotga mumkin bo'lgan muhim va foydali ma'lumotlar bilan bo'lishaman. Bemor kam harakat va varikoz profilaktikasi bilan shug'ullanmaydi. 10 dan 5. Inson salomatligi uning o'z javobgarligi va boshqaniki emas. Lekin bunday bemorlar bilan ishlash oson emas. Bemor EVLK protsedurasidan keyin tavsiyalarga amal qilmaydi. 10 dan 0. Agar siz EVLK amaliyotidan keyin o'sha oddiy tavsiyalarga rioya qilmasangiz, unda amaliyotni bajarmang. Lekin unutmang, varikoz yo'qolib ketmaydi. U rivojlanishda davom etadi. Bolalardek o'zingizni tutish kerak emas. Axir biz katta odamlarmiz. Bemor davolanishdan va og'riqdan juda qo'rqadi. 10 dan 9. Men bunday bemorlarga sabrli va muloyim munosabatda bo'laman. Ularga batafsil tushuntirishga harakat qilaman. Ko'p holatlarda ularning qo'rquvi davolanishning o'zi yoki uning natijasidan ham qattiqroq bo'ladi. Agar sizda shaxsan menga savollaringiz bo'lsa, uni izohlarda qoldiring. Men uni 0 dan 10 gacha baholayman.